Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana biz navbatdagi pechkamizni qo'ydik. 3 xonaga montaj qildik. Karnayda bitta uголок bilan promoy qilib tomdan chiqarib yubordi. Ketish holati har doimgidek. Tomdan podachi 80-90 ga 100 ga olib chiqib, o'zi sinalyapti. Samoxod holatda aynalyapti. Qaytishimiz har doimgidek. Mana shu holatda. Mana bu birinchi batareyamiz. Suvni qaytishi nasosni shu yerga o'rnatdik. Bu oxirgi batareyamiz. Mana bu ikkinchi batareya. Mana bu birinchi batareyamiz. Birinchi tochkamiz mana shu. Havolarni chiqarib, mana samoxod holatda aynalyapti. Xudo xolasa uylarimiz issiq. Mana bu 3 xonani tomdagi holatdagi sistemasi. Bu podachi sistema. Bu podachi chiqish pechkadan. Rashni bachok. Oxirgi sistemaga, oxirgi batareyaga tushgan holati mana shu.